Meniki 2020-yilım şu paş qilish bilan o'tibdi. Paş qilgan ishlarimdan hamda tuanda sizlarga 2020-yilniki eng oxirgi bir oyning ichida o'tgan musibat xabarlarini hamda yangi yilda musibat to'g'riliq gap qilsam bo'ladi, shunday bo'lsa-mu. Bizniki millatimizniki peshiga kelayotgan bu kulfatlarni pash qilish, faktlarni o'tirg'a chiqish bizniki qilish tegishli kishimizniki birisi bo'lgandan keyin men o'zimniki Twitterga chiqib qarab baqsanglar 12-oyning ichida yuz bergan musibat xabarlariniki pash bo'lganlari to'g'riliq bir qism xabarlar bor. Masalan, birinchi bo'lib olmaysak, mayada bir ablatjon deb 20 yoshlik bir bolaniki imzini avval shundan chiqaray. To'xtanglar. Ishkirda Jiangsu o'lkasida o'quvchi bir bola tuyuqsiz hayotidan ayrilib qoldi. Bu bola qanday bo'lib o'chirib qo'yib turay, ya. Twitter qarayli, Twitter qarsanglar, maydagi bolaniki ismi Ablat Kuayshu deydigan bir Uyg'urlar ko'proq ishlatadigan bir xil social medianiki bir turida mush bolaniki ishkirda hayotidan ayrilganligi, buningki Kuayshu adresi qanchati, shu rasmisining ostiga nurg'un Uyg'ur o'quvchilar do'stlari degandek yodga yeringiz go'zal bo'lsin, yana jannat degan gapni og'ziga olamaydigan hozirgi islom vatanimizda bir xil jinoyat bo'lib hisoblanadigan shunday davrda kishilar bir kimlar o'lib ketsin yaxshi tilaklarini ma'nodek usulda yodga yeringiz go'zal bo'lsin deb chiqiribdi. Adashni naslab turman deb, lekin bu bolaninki o'lib ketganiga oid hech qanday bir uchur yo'q. Nima sababdan o'lib ketdi? Bu meni emas. 20 yosh bo'lgandan keyin meningki o'ylig'inim hamda sog'lom yosh bir yigit bo'lgandan keyin chuqur bu ishki a'zolarini setish, organ harvesting deb bizningki vatanimizda yuz berayotgan insoniy jinoyatlarniki birisi bo'lgandan keyin shularniki qurboni bo'lib ketdimikin deb faraz qildim. Ammo hech qanday bir isbot bo'lmagandan keyin bir yipuchi chiqib qolarmikin desa, ota-onasini so'zlamaslikka, bularniki asli adresi, bu bolaniki ota-onasiniki adresi Tumshuq shahri, Pichoqsundi bozori 1-liyan 3-diviziya 53-tuman deb xabar keldi. Ota-onasiga balanglar o'lib ketdi. Balanglar o'lib ketdi, shu ishkirda o'lib ketdi. Shinjonga kelish yo'lda bir yerda ko'mib deb hatto bolasininki jinozasiniki nega ko'milganligini topamabdi. Nima sababdan ekanligini demabdi. Ashuna qilib yana bir yosh Uyg'ur yigit untinsiz hayotidan ayrilibdi. Alloh yaqqa yerini jannat qilsin. Onundan ilgari 12-oyniki uni maxsus xabarlarda e'lon qildi. Men 9-oyniki oxirida bir nim qilgan. Tamam. Hadi bo'lib ketdi. 12-oyniki 10-kuni kishilik huquq kuni sabab bilan maxsus bir xabar ishlab Ibrohimjon Qosim haqida Qashqar Yinsa noyasidagi Sitlayesi da o'ltirishliq bir Ibrohimjon Qosim deb shu ishkirda yurgan chog'larda meniki YouTube kanalimga inkoslarni yozib, o'zining ahvolini, ishkirdagi ahvollarni, Uyg'urlar uchrayotgan kunlarni, tutilib ketgan do'st birodarlari, yaqin tuqqanlari degandeklar haqida uchirib berib, u bolaninki o'lim xabarini shu 9-oyniki oxiri oldim. U 5-oyda 2020-yil 5-oyning 27-kuni tugab ketibdi ekan. Izlab so'rab yurib, bundan keyin social mediaga chiqqandan keyin kimlik, adresi, u to'g'riliq tafsili uchurlar bo'lgandan keyin social mediaga berib, jurnalistlarga berib, u to'g'riliq xabar chiqdi. 12-oyning ichida yosh, biri 19 yosh, yana biri 20 yosh bo'lgan ikki
bu qarindishimiz 19 yoshli İbrahim Qasim va 20 yoshli Oblatjon. İkisininki hayoti endi ma'lummi men chiqqan video. Kutuş geliyor bana bir gün tüket gitti karındaşlar. O işkinçenin işçidilam yüz bergen musibet xabarlardan özem ağalları, özem oturğa çıkıp baş kılğalları degendek deyim ama maxsus Erkin Asiya Radyosu'nunki en çağda təminlegen uçurlar arqılıq hakikaten hayatdan ayrılğanlığını, yani ölüp ketkenligini ispatlagan, onunki sebeplerini neyini ispatlap tep çıkan. Endi mavu Ablatjonninki ölüp ketişiniki sebebini hiç qandaq bir narsa qıl bolmadi. Bu yana muşun tunuydiganlar. İsmi Ablatjonken Tumshuq yesidan, Tumshuq shahari Pichaqsundi bazarıdanken ata-anasını şu oğlunlar şu ölüp ketdi, gap qilmanglar, to'g'riliq so'ramanglar deblam ağzını jumdiribdi. Sebebi to'g'riliq hiç qandaq bir amaliy uçurlanma yok. Bozum şunu tunuydigan balalar. Yoki bo'lmasa ish qilib mushu yurtlardan anglagan gaplar bo'lsa, shu inkas etish shakllari orqali shundoq o'tirib chiqasa qamini bir pash bo'ladi. Bizningki million kishilarimiz shundoq jazo lagerlarida o'lib ketib qolgan, rasmisi yo'q, ismi yo'q, hech qanday nimasi yo'q, hech qanday uchuri yo'q. Shundoq kishilarimiz nurg'un aqchan. Shunashqa biz bütün gücümüz bilen biladiganligi uchurlarni hammasini o'tirg'a chiqayli, pash qilayli. Jimjit ün-tinsiz yo'qolib ketmasin bu millat. Hech bo'lmaganda mana bu jinoyatniki faktlarini bo'lsin o'tirg'a chiqib saqlab qolayli. Tarixniki iznalari deb shuniki tarixniki isbotlari sifatida. Anandan bayqi bir jup er-xotin ishkelan bir oqshomdan bir kundan tang tugab ketgan. Onunki videosiga qarsanglarmi bir xil qani bu. Ayol ishkisininki posmusiga diqqat qilsanglar bu er kishi ayolcha posmu kiygan, ishkisininki almashgan. Men har qancha o'ylabim bularni gazda zaharlanib o'ldi deganga hech bir aqlim yetmaydi. Bularni shu ko'mir gazda zaharlanib o'libdi danglar deb shundoq gap tarqalib, shundoq tashviq qilibdi. Bu o'limniki sababi qanday Allah bir gün bununki pash bo'lib bir kunlarda zulmdan qutulib azod bo'lgan chaqda birdan shu har bir odamniki peshiga kelgan kulfatlar amini bir kun o'tirib chiqadi. Biz mash Yahudiy qirg'inchiligiga o'xshash, Yahudiy qirg'inchiligidan saq qolgan kishilarniki bergan ash testimoniyalarga o'xshash amon bir kun mushaning hammasiniki sababini o'tirg'a chiqamiz, jinoyatlarni pash qilamiz. Hazırdan başlap maşı özümüzün kolumuzdan kilişçi kılaylı demekçi. Ölümdeki bir nesne capozunu koyup kettim onu. Üçürü deyip oldu. Yeni yılda ölüm musibet haberlerinden kimin kılıp kettik bu. Ananıkin bizimki bu tuyuksuzlan ölüm haber kelgen bir alemimiz var. YouTube kanalda şundaq hem Türkçe hem Uygurca şundaq yangi sançıp davalash haqidagi bilimlerini ortaqlashib ishlanmay qolgan videolarım var. Mesela özünki şu kurs açman degan to'g'riliq so'zlagan bir videolarim botdi. Demak, tuyuqsizlam hammamiz ketadiganmiz u dunyoga shundaq. Bilganlarimizning tang bu dunyoga ilib ketmay, mandaqligi lagerdeki kişilerniki isimlerini tunuyduğalarınlarniki bir yerlerge bir yazıp koyup bir hemen emin o dünyaya gelip ketmeyli. Bir Uygur milletindeki bir azası buluştuğumuz bilen kolumuzun kilişçe tırmışıp ama millet için bir avazını bozum çıkaraylı demekçi.
Yangi yıllık demekçi bolganlarım şu ötken yılı 12-nji aynyň bir aynyň içidilam kelgen musibet habarlardan yani şu yaş 2 Uygur balanyňki birisi İbrahimcan Kasym'nınki 19 yaşda ölüp ketken, yana birisi Işkirde Cansu өлkesinde tügep ketken o Ablatjannınki o ölümnünki hiç kandak hazırgıçılık hiç kandak bir artık uçurum çıkmadı. Fakat ata-anasynınki enik bolgan adresy çıktı. Keyin şundaq bolsun şu yerlikler bisim kılıp şu oğlunla tügep ketdi. İş kılıp bir ege kömüp bu doğruluk artık yakmaysa deplamışın tügetkenken. Anandan keyin namallym şundaq ölüp ketken baýaky işkelenninki, argytyn işkelenninki bir gün bilen tügep ketişi. Bu bütün milyard adamlarning içinde iki adamninki taň birli wagt tügep ketişi. O asanlykça onda yüz berdigan iş emas. O tuyuksuz aşındaq ölümler köplep kelyapdy wetnimizde. Onunki o ölümge karta meninki perzim şu hazır vatanda har xil namallum doğrularny mecburi işgüz atqanlyk haberler kelyapdy. Belki maşındaq doğrularnynki bir sebebidin boluşy mümkin. Bu ýerde kömür gazdan zäherlengen degen ölüm o onunki taza bir nimeleri enik emas. Allah'ım aşındaq namallym ölüp ketken kişilärninki bir sebebini bolsun aman bir günü paş buluşyny, aşkara buluşyny hemme insani cinayetlerninki bir günü paş bulup çıkışyny ümit kılaman. Oşla kılıp ötken ýyly 2020 ýyly bir ýylyň içindeki şu özemdeki YouTube kanallarımda, başka sosyal medyalarda sözläp ketkenlerim şunçalyk bolsun.